insonni umrini ham o'sha ibtidosi bahori va yozi va kuzi va qishi mavjud. Zahiriddin Muhammad Boburni xayolan farazan o'sha qabrlarini kuz paytidagi holatini bir ko'z oldimizga keltiraylik va o'sha g'azalni, Boburni shoh paytini xayolan ko'nglimizdan o'tkazaylik. Xazon yaprog'i yanglig', gul yuzing hajrida sarg'ardim, ko'rib ey lolaru rahmaylagil bu chehrai zardim. Ana shu narsa yuraklarni o'rtab yoradigan, kishini o'sha butun joni jahoniga o't qo'yib yoradigan bayt emasmi? Zahiriddin Muhammad Bobur, tuz Zahiriddin Muhammad Bobur, sarrishtey ayshtin ko'ngilni uz, Zahiriddin Muhammad Bobur. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod ayladi. Ancha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod ayladi. Azizlar, bugun biz garchi hozir jisman bizni oramizda bo'lmasa-da, hamisha muxlislarning qalbida o'zining tirik chog'ida qanday o'ziga haykal qo'ygan bo'lsa, xuddi mana shunday uni tirik xotiralari bilan bugun do'stlashish uchun sozanda, bastakor, faylasuf va albatta mumtoz adabiyotning eng nuqtadon va nuqtabini O'zbekiston xalq artisti professor Mahmud Tojiboyevni xotirlash uchun yig'ildik. Studiyada barcha professor olimlarni, yurtimizning ziyolilarini va albatta talabalarimizni
Xush ko'rdik. Xush kelibsizlar. Soyib aka, ayni damda meni quvontiradigan bir holat bor, sizlarni ko'rib turganim. Chunki aynan har bitta sohani o'zini vakillari va aynan nuqtabin shu ziyoli olimlari gapirgani bar boshqachada. Shu dunyoni musiqa ilmini belgilaydigan shunday bir insonlar borki, ularni barchasini agar xususiyatini olib qaraydigan bo'lsa, 7 lik borda ularda. Men balkim gapimga qo'shilarsiz, balkim yo'q, men mana shu Mahmud Tojiboyevni bevosita mana shu 7 xususiyatga ega bo'lgan insonlar qatoriga qo'shgan bo'lardim yoki fikrimga qo'shilmaysizmi? To'g'ri aytdingiz. Inson hayot bo'lganda, yoningizda yurganda birga har bir tadbirga qatnashar ekansiz. Birga o'sha o'quv jarayonida bevosita faoliyat olib borar ekansiz, lekin uni rostmana buyukligini ana shu yoningizdagi odam yo'q bo'lgandan keyin sezar ekansiz. Afsuski mana shunaqa holat bo'lar ekan. Mahmudjon do'stimizni juda chiroyli ta'rifladingiz. Men agar ijozat bersangiz, shu 7 xususiyatini aytib bersam. Marhamat. Mahmudjon Tojiboyev o'zi nihoyatda bir sodda, juda ham sodda, rostmana shu davrini afandisi desam hech kim qarshi bo'lmaydi. Yo'q. Lekin ikkinchi tomoni bizni davrimizni rostmana o'sha haqiqiy musiqashunos olimi, ijrochi olimi sifatida faoliyat olib borgan ekan. Oddiylikni ichida mana qarang, eng go'zal narsa oddiylikdan boshlanadi degan gapning isboti shu Mahmudjon Tojiboyevda mavjud. Birinchi navbatda Mahmudjon Tojiboyev bu inson. Inson. Qayg'uradigan, birgalashib ketadigan, qaysi davra desangiz o'sha davraga borib o'sha davrani o'zini sozi bilan, ovozi bilan, ijrosi bilan gullatadigan bu birinchi. Ikkinchi albatta sozandaligi, mana hozir guvoh bo'ldingiz. Rost mana sozandalik alohida san'ati bor o'zi. Sozandalik san'ati hozir juda o'zini yo'qotadigan darajaga borib qolgan holat hozir. Ikkinchi xislatlari bu albatta hofizlik. Hofizlik ham oddiy hofizlik emas. Bizni mana shu hayot davrimizda mavjud bo'lgan barcha ustozlarni ijro uslubini olgan, ular bilan ham suhbat bo'lgan va ularni bevosita tarbiyasini olgan. Va mana shu tarbiyani uchinchi xislati. Mana shu tarbiyani yoshlarga berib, bizni zamonamizda haykal qurib bergan. Qanaqa haykal? Hozir bularni Mahmudjon Tojiboyev qo'ygan haykali hozir bizni san'atimizning gultojlari hammasi. Gultojlari hammasi. Hozir qayerga borsangiz o'sha Mahmud bu uchinchi xislati, to'rtinchi xislati. Endi Mahmudjon Tojiboyev nihoyatda qalami o'tkir shoir bo'lgan. Shoir. Maqom san'ati juda ham buyuk san'at. Uning uchun mutanosib bo'lsangiz Alloh beraverar ekan. Mana shu Mahmudga berardi, Mahmudjonga. Mahmudjonga shu kim nima so'rab kelsa, o'z go'yoki anchadan beri bunga tayyorgarlik qilib yurganday buni hali Erkinjon aytib beradi. Vaqti kelgan. Go'yoki o'zidan o'zi bunda Abdurahmon aytib beradi. Ana shunaqa hozir javobligi hammasini negizida ilm mavjudligi. 5-chi nihoyatda o'zlarining oilasini yaxshi ko'radigan. Oilaparvar. Bu oilaparvar bir xislati bor edi. 6-si bu odam adabiyotni juda yaxshi bilganlar, bizni davrimizni adabiyotshunos, navoiyshunos olimlari bilan doim birga yurganlar. Doim birga. 7-sini aytaman, 7-sini ko'pchilik bilmaydi. Mana shu bizni e'tiqodimiz bor, e'tiqodimiz Qur'oni Karim deb aytamiz. Mana shuni musiqiy nuqtai nazardan idrok etish uchun butun diniy jamoalar, diniy o'quv jarayonlari, oliygohlari, o'rta tizimlari hammasida Mahmudjon Tojiboyev o'sha fiqh ilmidan o'zlarini suhbatlarini olib borardilar. Bu uyg'unlikni Mahmudjon Tojiboyev qila olardi-da. Qoyil. Sizni qattan sizga bu narsa keldi bilmadim. Men tayyorgarligimda qarasam mana shunaqa narsa. Bu rostda gapirmoqchi edingiz lekin, qarang. İlk marotaba 85-yilda Mahmud Tojiboyev bilan biz mana shu hozirgina aytganingizdek ulug' olimlar bilan, navoiyshunoslar bilan birga yurgan deganingizda Begal Qosimov bilan shu inson qarangda endi so'nggi jadid deymiz. Shular bilan
ilk ko'rsatuvni boshlaganimizda unutilmas satrlar deb nomlanardi. Eslaydiganlar bor, mana Abdurahmon akam biladilar. Rahmatli ustozimiz hozirgina aytdim sizga tanaffus chog'ida Maqsud Yunusov bilan boshlaganmiz. Bugun ertalab shoirliklarni kashf etdim. 6 ta deb turgandim. Shundoq qarasam 7-chisini Mahmudjon deb g'azalni aytgandan keyin aytdim, shoir ham ekan-ku bu inson. Bugun ertalab shu 7-chisini qo'shdim, ishonasizmi? Hozir qo'rqib turdim. Ha deganingizga xursand bo'lib ketdim. Demak, noto'g'ri ketmabdi Soyib aka. Hammasi chiroyli. Endi mana bugun eng yaqinlari yig'ilgan. U odam shundoq ediki, masalan, bir joyda bir narsa bo'ladigan bo'lsa, tamburni olib borib birga bo'lib ketganda, o'shanga u do'stlari bilan qadrdon bo'lib, shogirdlari bilan ham ota bola bo'lib ketgan. Ham suhbatlari bilan doim hamroh bo'lib ketgan odamda, u bizga shu bir 8-si kelib chiqadi. Hozirgi paytda Mahmudjon Tojiboyevning butun qilgan ishi ibrat sifatida shakllanganini ko'ramiz. Hamma u kishini ijrosiga qarab yuradi, chunki ijrodan Mahmudjon Tojiboyevning xo'p ustozi eng o'sha oltin noxun egasi. Demak, 8lik Alimatov. Turg'un aka Alimatov. Shashmaqom ustozlari Rizqi Rajabiy deysizmi yoki Ma'rifjon Toshpo'latov deysizmi, bu Rasulqori Mamadaliyev deysizmi, Orifxon Xatamov ijro uslubini hammasini o'zida mujassam etardi. Kerak joyda o'shani ishlatib ketardi. Ma'rifxo'ja Bahodirov endi talqin nuqtai nazardan hali men oxirida aytdim-ku, oxirgi 7-chilari o'sha Ma'rifxo'ja aka shu ustoz bo'lganlar. O'sha har tomonlama ana shundan ko'pchilik olganlar. Xullas aytish kerakki, har bir qilgan ishida ibrat bor edi-da. Mahmudjon Tojiboyev har bir qilayotgan ishida ibrat bor edi. Juda ko'p yillar Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblida faoliyat olib borgan. Kökerdi çemen gülzarım halil, kökerdi çemen gülzarım halil, sehizari boynilgarım kanil, vay tutudur gül vaslini andali dariga menin navbaharım kanil, vay navbaharım kanil. Yeşiğinde toprağı oldum veliye, sormadın bir ulhak sarım kanil.
yok mende sabr menin yol burungiye kararım kani vay kararım kani yarışır divan lütfüga kılmakas bu işge begim ihtiyarım kani vay ihtiyarım hani Mahmud akam men eng birinchi shogirdlardan bo'laman. Soyib akam aytganlaridek, talabalik paytlarini o'zidan o'sha darajalarga borib qolgan nimasi bo'lgan, hozirgi sanaganlarini o'sha darajasiga borib qolgan, ilm darajaga yetganda Mahmud akam endi bu nimasi, bilimlari ilm darajaga yetgan. O'sha paytda men o'sha 81-yilda bo'ladigan bo'lsa, Mahmud akam bor yo'q 3-kurs talaba bo'lgan konservatoriyada. O'sha paytdagi suhbatlarini eshitib, o'sha paytdagi cholg'ularni eshitib men bu qanaqa olam bu, qanaqa bu san'at deganman-da endi. Sato cholishlarini eshitib, mana bu davralarga olib borardilar birga, cholardilar. Butun o'sha eshitayotganlar shunday maza qilardiki, oqib ketardi, sel bo'lib oqib ketardi eshitayotganlar. Cholg'usida, ijrosida. Yonlar dutor cholib men hamnafaslik qilib yurardim. Endi qo'shil deb aytibdilar, qo'shilib turgandirlar. Haligi ijrolarni eshitib men qo'shilmay qolardim. Shu darajada bir haligi sehrli darajada shu ijro qilardilar-da. Endi Mahmud akamni xislatlari ko'p. Yuqorida aytganlaridek samimiy, haqiqiy samimiyda bir bolalar bilan dars o'tayotgan bo'lsa, bir zaril narsa bilan kirib qolsangiz, sizni albatta shu kuttirib qo'ymasdilar-da. Men ko'proq shu ijodiy ishlar bilan kirardim oldinlariga. Shu konservatoriyada ham Mahmud aka mana ohangga bir g'azal yozsak bo'ladimi desam, hali atrofda ishlarni yig'ishtirardilar, jim turishdirdilar-da. Yozuv bilan ovora bo'lardilar. G'azal yozish bilan ovora bo'lardilar. Shu 20 minut, yarim soatga qolmasdan bitta g'azal yozib berardilar. Shu fikr, zikrlari shu faqat shu bilan bo'lardi. Sarahbori Oromijonga Qashqarcha va Soqinoma qo'shadigan bo'ldik turkumga. Shunda aytdimki, Qashqarchaga o'zingiz g'azal yozib bering. Dedim, yozib berarlar, jo'natarlar, ko'rib chiq deydilar. Men aytib bo'lmabdi aka desam, xo'p deydilar. Oxiri shuna men aytdimki, Oromijonim sizmisiz, Sarvirovonim sizmisiz bo'lib kelsin oxiri deyman-da. Desam, "Obbo, sen ham qo'ymaysan-da" deydilar-da. Yozib jo'natdilar, oxiri soat 12 bir bo'lib ketdi kechasi. Mana shu bo'lsa ham bo'ladi, bo'lmasa ham bo'ladi dedilar. O'qib ko'rsam, shunday o'ziga qolibdi, tushib turibdi. Voy dedim, o'zi bilan tug'ilgan ekan ustoz dedim. Endi bunaqa xislatlari juda ko'pki, men aytardimki, shu
g'azallaringizni bitta kitob qilib chiqaraylik. Ustoz desam, qo'ygin. Men hofizman men. Men ashulachiman, hofiz. Xalq meni hofiz deb biladi. O'shunday qolay. Baribir Mahmud deb oxirgi Mahmud deb qo'yin dedim-da, qo'ymasdilar. Taxallusda ham ismlarni qo'ymasdilar. Mahmud deb yozing desam, eshitganlar Mahmud Toyir deyishadi baribir. Unamasdilar. Bo'lmasam Yorosmon bitta kitobga loyiq g'azallari bor, she'rlari bor edi, unamasdilar. Yo'q, men hofizmanmi, hofizligimcha qolay, mayli shogirdlarim aytsin. Sizlar aytinglar, mayli jonim bilan beraman, xursand bo'lib beraman, lekin kitob qilib chiqarmayman dedilar. Endi bu ham o'sha bir o'zlarini kamtarliklari, o'zlarini kelajak deb ko'ra oladiganliklarini o'zini his qilardilar, lekin biz ilinardik shu kitob bo'lib chiqishiga biz juda ham ilinardik. Chiqarmadik. Shu niyatingiz bormi? Ustozingizni bir haqiqatdan ham birinchi bir qaldirg'och shogirdlari sifatida to'plab shu narsalarni nashr ettirish. Niyatim bor va qolaversa Soyib akami o'zlarini maslahatlari bilan muzika maktablaridagi, maqom maktablaridagi, hattoki maqom kollejidagi, musiqa kollejidagi bolalarga moslab, ona haqida, ota haqida, yurt haqida, vatan haqida she'rlar topib va qolaversa buyurtma qilib yozdirib, shoirlarimizga qo'llanma qildik. Kitob qo'llanma qildik. Shu kitobimni ustozni xotiralariga bag'ishladim. Yaxshi. Yashang. Shu tepa qismiga yozilgan shu ustoz O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev xotirasiga bag'ishlanadi yozilgan. Ustozni yodga oldik, ruhlari shod bo'lib, shu kitoblarimiz chiqib qolsa, butun yurtimizdagi bolalarimiz foydalanishadi. Albatta, 25-noyabr sanasida ustoz tug'ilganlar. Xuddi mana shu paytda kitob bilan kelsangiz, nur ustiga alo nur bo'lardi. Shu yetkizsa iloyim. Xo'p, endi Erkin aka, keling, bo'lmasam aytadi-ku, shoirlarning davrasi bo'lsa she'rdan boshlanadi baribir. Hofizlarniki bo'lsa baribir endi qo'shiqdan-da bir yaxshi qo'shiqdan. Marhamat. Sahnamizga taklif etamiz. Bir yaxshi qo'shiqdan boshlasak. Marhamat. ish dardiga orom jonim sizmisiz. Bu jahon gulzorda sarviron sizmisiz. Oshiq bechoralarning hasratiga boqmayin, bir nishona bermayin, ko'zdan xonim sizmisiz. Andalib yang'inao aylab shom sahar bo'lmagan menga nasib uncha donim sizmisiz. Bo'lmagan menga nasib uncha donim sizmisiz. Aram canım sizmisiz. Ey sarviranım sizmisiz. Çare topmay iş qarao, qo'ydim qadam sahra sarin. Osman devrini büzgen Allah'ım sizmisiz. Nağmalar bittim sabah diyen yetkildim tınmayın. Yetmediniz dağdına şahı cihanım sizmisiz yavrum. Vasliniz ümidi birler ötkerurmeyim küllerim. Asragan Mahmud diliden nurfşanım
sizmisiz? Asragan Mahmud diliden Nurfşanıma sizmisiz? Arami canım sizmisiz? Sarvi ravanıma sizmisiz? Qoyil. Qanaqangi bir ajoyib bir anjuman bo'lyaptiki, nafis majlislar degim kelyapti. Ham kuy, ham qo'shiq. Hozir yana jo'ravozlikka asos solingan. Bu insonni davrasida hozir jo'ravozlik ham chiqib qoladi. Albatta. Xo'sh, Mahmud aka, baribir o'sha ko'ngil ko'z bilan bog'liqda. Qachonki jigar ezilmasa, ko'zga yosh kelmas ekanda. Shu do'stingizni chuqur bir entikish bilan xotirlab turibsiz-da. Mahmudjon meni juda qadrdon ukam edi. Shogirdim desa ham bo'laverardi. Ha. Masalan, endi o'zi usta edi, lekin ustozsiz ustoz Mahmud aka deb qo'yardi. Endi biz ikkalamiz juda inoq edik. Haqiqiy aka-uka edik. Endi bir bitta gap bilan boshlamoqchi bo'lyapman hozir. Bir Orifxon akamni ko'rsatuv bo'lganda, O'zbekiston xalq artisti G'anijon Toshmatov bu Orifxon ham hofiz, ham sozanda, ham bastakor deb ta'riflagan edi. Endi o'shanga endi men Mahmudjonni ham hofiz, ham sozanda, ham bastakor unga qo'shib qo'yganmanki, bilimdon deb. Ha. Haqiqatda bilimdon edi. Masalan, g'azallarni 100% tahlil qilib, kechasi 2 da ham telefon qilardim, qo'shnidik ikkimiz. Bitta bir g'azalni tushunmayotgan bo'lsa, unchalik tushunmayman, to'g'risi gapda. 2 bo'lsa ham kechasi telefon qilaman. Ha, Mahmud aka 2 oldu soat dedim, g'azal dedim, hozir aytmoqchi o'rgatdim. Tushunmayapman buni ma'nosini. Desam, qarang aytib berardi, deyirmasdan, hop deb. Shunaqa, endi biz qo'shni bo'lib o'tirganmiz. Bizni oila bilan ularning oilasi xuddi bir aka-ukani haligi oilasiga o'xshardi. Ona mulkora ayollari ham meni bolalarimni ikkalasi juda opa-uka haligi ovsin deydi-ku. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa 2 kunda 3 kunda bir biz ularga chiqamiz, ular bizga chiqadi. Haqiqatda zo'r edi. Mana hozir tambur chalishini ko'rib, men o'zim ichimdan yig'ilib o'tirdim hozir. Qarang, o'sha tambur chalish shu turgan ekan o'zida. Ashiyat bo'lmaydi. To'g'rimi? Mana ko'pchilik hozir turgan ekani, chalishyapti ko'pchilik mana chiqib. Baribir o'sha hid yo'q. Mahmudda bor edi, hid o'sha hiddat bor edi. Ana, rahmat Mahmud aka. Chunki sizlarni tilda bilmadim, buni menimcha butun sozanda deydi-ku, o'sha tamburni, rubob, nimalarni chalib aytadiganlarni butun deysizlar-da. Hofiz bor, masalan, shunchaki qo'shiq aytadi, hofizlik qiladi. Lekin agar yonida uni sozandaligiga qo'shiladigan bo'lsa, demak u butun bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, Azizjon, men sizni ko'pincha ustozni shogirdlari sifatida yaxshi tanirdim, lekin 1-2 chiqishlaringizdan keyin aytdimki, ustozni ilmlarni egallayapti deb qo'ydim-da, to'g'risi. Marhamat, endi biz bilmagan, hali hech qayerda aytilmagan bir gaplardan bizni muxlislarimizni siz boxabar qilsangiz, marhamat. To'g'ri aytdingiz. Mana ham shu ustoz bilan talabalik yillarimdan beri tanishman, chunki men o'zim asli musiqashunos bo'lsam ham, lekin shu hofizlik san'atiga mana ustozimiz Soyib Mahmudovich bilan birga shu ilmiy ishlarimni ko'proq Farg'ona Toshkent maqom yo'llariga bo'yicha ishlaganim uchun aynan menda birlamchaligi ustoz sifatida ijrochilikda Mahmud akam hisoblanadilar. Har doim bu shu talabalikda ham, keyin birga ishlagan paytimizda ham shu birinchi bo'lib ustoz menga maqomlar tahlili degan fanni berishgandi. Bu fanni aynan ustoz bilan birga o'tirib, o'sha birinchi bo'lib nimaga e'tibor beramiz? Albatta pardaga, keyin usulga, ana undan keyin so'zga, ana o'sha ijrodagi o'sha mukammallik qachonki mukammal bo'ladi xonanda, shu hozirgi sanab o'tgan o'sha asoslarga inobatga olib ijod qilsa deb menga o'sha boshidayoq shu bir o'gitni berganlarki, shundan keyin mana o'zim mana 7 yoshdan 70 yoshgacha mana eng kattalaridan kichkinalarigacha shogirdlari shu yerda. Albatta shu mana ko'pincha o'sha har bir davrda o'zini allomasi bo'ladigandek, ana yuqorida aytdilaring,
o'sha Sosoniylar davrida Borbat Marvaziy bo'lsa, Temuriylar davrida Abdulqodir Marog'iy bo'lsa, mana bizning zamonamizda mana Yunus Rajabiylar bo'lsa, Mahmud akam ham aynan shu o'sha hozir yuqorida aytgansiz butun hofiz deganingizdek, shu ham bastakorligida, ham sozandaligida, ham o'sha adabiyotda hali yuqorida ustozimiz aytdi, aynan o'sha Alibek Rustamiy, o'sha Suymag'aniy va ustozlarimiz, Aziz Qayumovlar, umuman Navoiyshunoslar bilan juda ham yaqin do'st edilar. Har doim men endi u kishi bilan yana bitta xislatlari bor edi. Soyib akam oxirida aytdilar, shu ulug'lar davrasida izdihomlarda ko'p bo'lardilar. Men o'sha aka meni ovolardilar. Bu ya'ni o'sha Farg'ona vodiysida o'sha Jo'raxon akalar, Ma'murjon akalarni o'sha pirlari bo'lgan, o'sha Yozyovonda shu kishini xonadonlariga borib, o'sha yerda aynan shu baytlarda, natlarda, aynan hamdlarda, o'sha diniy mavzudagi g'azallarga ko'proq e'tibor berardilarki, o'sha hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan aynan shu ustozlarimiz ham, hofizi Qur'onlar ham Mahmud akam ustozdirdilar. Hozir ham yetishadi. Ustozimiz bo'ladilar u kishi. Ham o'sha dinni bilgan, ham san'atni bilib, to'g'ri targ'ibot qilardilar. Endi ko'z tegmasin, mana o'sha o'tirgan shogirdlarida ham shu xislat bor. Yashang. Rahmat. Men hozir xursand bo'layotganim, Soyib aka ustoz bilan ikkalamiz gaplashib turibmizda, aytdilarki, Muhabbatxon, bugungi davramizni geografiyasi keng. Marg'ilondan, Farg'onadan, Toshkentdan, hamma yoqdan jamiki shogirdlariki bor, ustani hurmati uchun kelishdi. Sizlarga qulluq. Shuning uchun aytadi, tirik o'lki undan qolsa yaxshi nom. Ustoz shu qadar bir yaxshi nom qoldirgan ekanki, ham shogirdlarning qalbida, ham ustoz, ham o'zining zamondoshlarining qalbida. Nabjon aka, odamlar bor, shu masalan, agarda uni ijodini chuqurroq nazar soladigan bo'lsangiz, shu aytilgan qo'shiqki bor, shu yaratilayotgan kuyki bor, shu inson uchun deysiz-da. Bilmadim. Men Navoiyxonliklarni, men Boburxonliklarni, umuman o'zim mumtoz adabiyotimizdagi barcha figuralarda shu Mahmud akani doim ko'rganman-da. Mahmudjon bizni o'zbek milliy san'atimizni buyuklariga kirib qoldi. O'zi qisqa umr ko'rgani bilan 1000 yillarga yetadigan meros qoldirdi o'zida. Mahmudjon, men hozir yo'lda kelib turib, shahardan o'tadigan bo'lsam, birinchi Filarmoniyadan Qoryoqub filarmoniya oldida o'taman. Eski ustozlarimni eslayman, o'sha paytdagi Tamara xonimlar, Halima Nosirovalar, o'sha davrdagi darg'alarimizda endi bular. Sayfiddin Yo'ldosh bilan Karim Aliyev degan g'ijaychilarimiz bo'lgan. Deylik Turg'un Alimatovda mana keyin birgalashib maqomda ancha yil birga faoliyat ko'rsatdik, birgalashib ishladik. Mahmudjon mana shu Orif Hatamovlar, o'sha Eson Lutfullayevlar, o'sha Isoq Katayev, o'sha Siroj Aminovlar qatoridagi hofiz bo'lib qoldi. O'zi yosh bo'lishiga qaramasdan. Chunki buni bilim, juda kuchli bilimga ega edi bu yigit. Mahmudjonni ta'riflasak gap ko'p. 80-yillarmiki, 90-yillarmiki Samarqandda butun dunyo islom konferensiyasi bo'ldi. Islom konferensiyasiga borishimiz Saraxbor dugohni ijro qilishimiz kerak. Shu bizga aytdiki, ha birpas perri qilib turinglar dedi. Keyin hali boshlanganda chaqiramiz deb qoldida, birdan-bir yarim soat oldin vaqtli boshlanib qoladigan bo'lib qoldida. Hamma o'tiribdi, Mahmud yo'qda. Shu qidirib qoldikda Mahmudda, chop toplaring Mahmudni dedi, bilmayman. Abdurahmonmi kimdir yugurib hovliga chiqib kelsa, bemalol hovlida tamburni ko'tarib olib tomosha qilib aylanib yurgan ekan u. Kiyinmagan, biz kiyinganmiz. Bo'lchi Mahmud deganda endi shu ichkariga kirganda devorni o'rniga oyna qilingan. Oynada biz eshikni ochib chopib kirib kelsak, u buni chaqirgan vaqtda bu tez-tez bo'lib kir deganda shu bir narsa taraq etib ketdi. Qarasak, haligi Mahmud tambur bilan yiqilib, tamburlar sinib, bu yo'l deb o'ylaganda, bu eshik qolib turib oynaga urilib ketganda, endi oynalik-ku. Shunaqa odatlari ham bor edi-da, haligi Farg'onaga qarab bola chaqasini olib ketibdi-da. Qaytib kelishida yo'lda haligi
dadasi yetib qoldi, bola chaqa bo'lganda endi yetib qoldik, kelib qoldik. Bo'ldi, kelyapmiz, juma turib, yaqin qoldik degan. Kelib turib, undan keyin qarasak, yo'lda hali Toshkentga yetmasdan, rohatga yetmasdan gayi bor. Gayi to'xtab so'raganda, birodar, Toshkentga yaqin qoldimmi desa, ha, men 3 kilometr qoldi, yurib boring degan. Kelganda haligi rohat kurugidan aylanib yana orqaga qarab ketaverganda. O dadasi 3 kilometr duvdi. Siz juda ko'p yuruvardingiz desa, yana haligayini oldiga kelib qolibdi. Haligayidan yana so'rabdi. O birodar, biz Toshkentga ketyapmiz desa, hozir yaqinda so'rab o'tib ketuvdingiz. Bo'ldi, mashtadan qaytarib orqaga ketib borgan. Shunga o'xshab Mahmudjonni juda endi bir buyuk inson edi bu. Endi ba'zida buyuk degan so'zni juda bir ehtiyotlab, bir tilimizni nima deydi, har tomonlama bu narsani sizilib chiqadi birdan so'zlar. Lekin o'sha so'z degan so'zni ham bilasiz endi. So'z degan o'sha quymoq ehtiyotlab ishlatish kerak deymiz, lekin ulug' inson desak bo'ladi. Ulug' inson haqiqatdan ham. Lekin men Erkin akadan yana bir hangomani eshitmoqchi edim-da, Soyib aka. 83-yillar, 84-yillarda edi, menimcha endi. Sog'bon ko'chadamiz. Ismatilla aka degan akamizni hovlilarida ertalab nahor oshga borganmiz. Kech kuz payti. Gullar, haligi atir gullar qiyilgan, ustiga haligini aparka bu narsalar solib apilkalar solgan solmasa yo'q, o'sha tikonlar bilan turibdi. O'shaning ustiga baland 3 zinalik karavot qo'yilgan, so'ri qo'yilgan. U juda ham katta endi, o bir 20 kishi sig'adigan katta karavot. O'shanga joylashdik, mashinaga chiqasizlar sizlar dedilar. Xo'p dedik. Atrofga odamlarga, mehmonlarga, osh yeb ketadigan mehmonlarga joy qilingan. Biz o'rtada o'tiribmiz, karavot o'rtada. Keyin dutor cholama yonlarida yonma o'tiribmiz. Bizda doirachi o'tiribdi, bu yerda yana boshqalar o'tiribdi. Keyin menga qarab aytdilarki, doirani olgin, suvor aytamiz dedilar. Xo'p dedim, lekin dutorni qo'ydimda, doirani oldim. Keyin birdeki hali qo'lim yurgizib oldim, shapalaq bilan urdim mendeki doirani. Ursam o'sha sekara chol, karavot tushib ketmasin yana dedilar. Keyin men gilamni ko'tarib qaradimda, qalin taxtalar bilan qilingan, bu 100 yil turadi yana aka dedim. Ya barib kechga chekara cholavergin dedilar. Xo'p dedik. Boshladik. Nadur hovlum surarga kelsangiz sarvi hrammaunun Gülen dağınına malahatlayıp beri ruhsavur cananım. Avcıya çıkkanımızda bu nasıl kırız sayttı. Endiki judayam qisqa vaqtda bo'lib o'tgani qirz sayt xolos. Nima bo'lganini bilmayapman. Boshim o'shaligi men o'zim ko'rsatgan nimaga ilinib qolibdi meni boshim pastga. O'tirgan xon taxtamiz ustimizga qarab tushgan. Mahmud akam qarasam, haligi charm plashlari bor edi, oldilari shama, choy tushgan. O'zlari mana shunaqa qilib yemeklab yuribdilar. U aka nima qilyapsam, nohirim uchib ketdi, nohirim istayapman deydilar. O'shandan bildimki, keyin karavot tushib ketdi, biz yiqildik, odamlar kelib qo'lingizni bering deb chiqarib olishdi bizni. Shuning uchun ham ustalar bilan, ustozlar bilan hazillashib bo'lmaydi. Ular aytishdimi, lafz halol chunki. O'sha narsa ijobat bo'lishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'lish kerak ekan-da, Erkin aka. Shunday. Abdurahmon aka, ustozlar meni gapirishyapti. Xuddi siz ham shu Nabijon aka singari, Erkin aka singari har doim ularning oldida boqamti bo'lgan insonsiz-da. Juda ajoyib odam edi. Juda o'sha qitmirligi ham bor edi-da. Mana bu narsalar bilan shu o'sha jamoani bir qiziq narsalarni o'ylab topardi. Rasmlar chizarmidi, bir karikaturalar qilardi, ish qilib bir yana bir xususiyat, rassomlik ham. Rassomlik ham bor ekan. Juda chiroyli yozardi, rasm chizardi. Endi biz yoshligimizdan katta bo'lganmiz. Bir yili Hindistonga bordik. Endi Hindistonga borib o'sha Krasniy For deydi, Lalqala. O'sha yerda Mahmudjon, men, Mahmud akam. Bitta joyga borsam, qarasam soqol sotyapti. Soqol. Shu soqolni olib, da qilib, Mahmud desam, bunda yo'q qaravordi. Tanimadim meni. Yedi. Mahmud desam, dedi.
zo'r dedi, bitta fikr keldi dedi. Hali boraylik dedi-da, buni bekitib qo'ying dedi, soqol dedi. Gостиницаga borib, keyin bir payt ochkini taqtirdida menga hali soqolni nima qildi. Soqolni nima qildida, shunda qaradi, fantaziyor edi-da u. Keyin hozir to'xtab turdi-da, yonimizda raqqosa qizlar bor edi. Kirib bitta pomadani olib chiqdi. Endi u pomada ham unaqa qizil emas. Lab bo'yog'i? Ha, labga surading. O'shani olib keldi, mayatlarimni bo'yadi. Bu narsalar qildi-da. Mashina o'tirib turib to'xtab turdi-da. Hozir dedi. Endi dedi, choyshapni olib shunda menga uradi-da. Endi taqib ko'rib, ya bo'lmadi dedi. Bitta salla qildim bunday qilib, bu narsadan, bitta ro'moldan, oppoq ro'moldan. Endi qarab o'zi tanimayapti-da. Dedi. Tanimayapman seni. Bu dedi-da. Keyin hamma xonasiga kirib chiqamiz dedi-da. Shunaqa qilib keyin bir boshdan kirishni boshladik. Endi unga ssenariy yozdi. Ssenariyni shundan iboratki, u Mahmud kirib o'sha jinday vahima qilib turgan joyda men orqasidan kelib unga hali pichoq sanchgandek bo'lishimni shunday qilasan dedi-da. U rol o'ynayapti endi. U endi juda qaltis hazır ekanda. Ha, shunaqa qattiqki, bir yoshdan boshladik. Vahima bilan kirib shunaqa yoqdan ganj yoqib telefon qildilar. Hammamiz xonamizda o'tirar ekan, biz mujohidlar bostirib kelyapti ekan, palondaqa deb vahimaga bilan gapirib turgan paytda men orqasini eshikni ochib bitta xanjarga o'xshagan narsam bor. Kelganda qolganlar hammasi tashlab yuborardi. Shunaqa qilib shu Mahmud akamning xonasiga, Nab akamning xonasiga hammasiga kirib chiqdik. Keyin qizlarning xonasi bor edi. Hadiyapam, Mahbuba, Matluba. Ish qilib ayollarni qo'rqitmadinglarmi? Spektaklimizni shunday nima qilganimizdan keyin orqasidan men kirib deganimda hali Matluba opa shunaqa qattiq qichqirganki, ovozlari konsertda o'sha bir oy yurgan bo'lsak, o'shandan keyin ovoz ishlamadi-da. Hadiyapam turgan joylarida shunda voy deb tashlagan. Abdurahmon aka juda ham qaltis hazır bo'lgan ekan. Hattoki endi Matlubopam Dadaboyevani bu ovozlari shuncha chiqmagan bo'lsa, Hadiyapam voy endi bu juda rostdan ham kechirilmas hattoki bir hazil bo'lgan ekan. Bunchalik ham bormaslik kerak edi bilmadim. Qilganda ham hazilni boplagan ekanlar. Fozil aka, xush ko'rdik. Marg'ilonliklarga bizni nomimizdan salom. Rahmat. Dasturimizni tomosha qilishyaptimi? Albatta, albatta. Yashang. Endi bevosita Mahmud Tojboyev haqida har kim o'zining hangomalarini aytyapti. Siz bilan ularning qanday bir do'stliklari bo'lgan? Mahmudjon bilan 1975-yilda tanishgan bo'lsak, umrining oxirigacha bir do'stlik qildik. Doim faxrlanib gapirardiki, meni chachimni oqi avtori shu Fozildirdi. Shuna ko'p hazil qilardik. Lekin juda ham odam oqin. Bir Mahmudjonda hali hozir ustozlar hammasi aytib o'tdi, yana bir bular aytmagan xislatlardan qachon bir joyga borsa, masalan biz do'sti bo'lsak, avvalo biz mana Abdurahmondika boradimi, Abdulahadga boradimi, Sobirjondika boradimi? Birinchi qiladigan ishi bir ota-onalarimizni oldin ziyorat qilardi. Yo'q bo'lsa qayerga ketishdi, qanaqa deb. Falon joyga ketishgansiz borib albatta ziyorat qilib, duo olib, shunaqangi o'rnak bo'ladigan ishlari ko'p edi. Men afsus mana biz u kishi bilan maslahat qilib, o'sha maqom teatrimizda o'sha O'rta Osiyoda hozir bitta bo'lgan maqom teatri ochilgan biz Marg'ilon shahrimizda. O'sha maqom teatriga Mahmudjon bir narsa qilaylik, endi sizdan esdalik bir narsa qilib bering desak, bir narsaga qo'l urib, mana Erkinjon aytmoqchi, bir spektakl, maqom yo'lda spektakl, maqomi tanho degan bir narsa yozganlar. Afsus, yarmidan o'tganlarda umr bexos hammamiz bilan shunaqa bo'lib qoldilar. Uni dramaturg Hayitmat Rasul davom ettirib Mahmudjon Tojboyevni hayot nimasiga, xotirasiga bag'ishlaymiz deb muqimiy teatrning bosh rejissyori Daston Haqberdiy buni sahnalashtirdilar. Juda ham bu spektaklimiz juda ham yaxshi chiqdi. Mahmudning o'ziga yozilgandaqa bo'ldi bu narsa. Hozirgacha sahnamizdan tushmaydi. Odamlar hozirgacha maza qiladi. Mujassam bir chiroyli narsa bo'lgan. Mana shu yerda mana vaqtdan foydalanib avvalo barcha yerda o'tirganlarga taklif qilamizki, qachon bo'lsa boringlar.
Bu Mahmudjonni o'zini ko'rgandek bo'lasizlar. Maqomi tanho spektaklimiz bu kishi o'zi bevosita boshlagan, yarmini o'tganda shu bo'lgan spektaklni ko'rasizlar. Biz o'sha kelishimizda ahli Marg'ilon hammasi Mahmudjonni bo'lmagan xonadoni yo'q, mana Erkin akalar biladi. Bo'lmagan xonadoni yo'q. Hamma xonadonda to'y-to'ychi, mavlud maraka bo'lsa hamma ish tashlab borardi. Bizi Marg'ilon shahrida birinchi hamma ustozlarim biladi. Mahmud Tojiboy bo'lishiga avvalo Xudo sababchi bo'lgan Marg'ilon. Marg'ilonda 75-yildan beri o'sha yerda yurgan bu bola. Yaxshi to'ylarda qilganda shu o'shalardan Abdukarim Jumaboyev agar ruxsat bersalaring Mahmudjonga bag'ishlab bir she'r yozib, ustoz bu o'zingizdan boshqacha bo'ladi. O'zingizni olib ketaylik ham taklif qilingan desam, qani endi yaraganimda. Shu meni nomimdan o'qib beringlardilar. Ruxsat bersanglar shuni bizni ko'p qisqartirib o'qib beramiz. Marhamat. Bugun davramizda muxlislar jamdir. O'rtada mehrdan yoqilgan shamdir. Qancha xotirlasak aslida kamdir. Foniydan boqiyga ketgan Mahmudjon. Kuylarda tanbirda yoshlik onlardan, Orif, Ma'rufxo'ja jo'raxonlardan, Ochilxon, Orifxon, Ma'mirjonlardan, foniydan boqiyga ketgan Mahmudjon. Unga do'st edilar shoir olimlar, Alimbek, Suyumma, aziz qayumlar, Erkin Vohid yana qancha azimlar, foniydan boqiyga ketgan Mahmudjon. Ilohim Tangrining shafqati bo'lsin, ruhingga baxshida rahmati bo'lsin, joylaring firdavsul ul jannati bo'lsin, yodimizda mangu qolgan Mahmudjon. Yashang. Albatta shoirga bizni rahmatimizni yetkazib qo'ying, juda yaxshi she'r chiqibdi. Bu she'r ko'p misradan iborat. Bugungi mana ko'rsatuvda qisqartirdik. Endi shu Marg'ilondan kelgan bir shu hozir Mahmudjonning izmini davom ettirayotgan shogirdlaridan bittasi. Rost mana maqomni ijro etishda juda ko'pchilikni nazariga tushib kelayotgan Azizbekdan marhamat, marhamat. Bir tarafim aylamas ul shu hijlanim meni yashang keldi hajru anduhim bilab og'zima jonim meni keldi hajru anduhim bilab og'zima jonim meni o'ldirib tashlang ani ko'yiga ahboblar itlarim tirnog'iga bo'lsin xinab qonim meni itlarim tirnog'iga bo'lsin xinab qonim meni.
perişan eylemey. Bulsam ödem bilen yığadım onun menin. Bulsam ödem bilen yığadım onun menin. Rozman bulsam mazarım sarı bir aylab güzel. Dese ki ushbu shahidni dirim o'tganim mening. Qo'ymadi kuzga oyog'im otman ko'nglim butun kuz bilan ko'nglimda qo'rqib qoldi armonim mening. Kuz bilan ko'nglimda qo'rqib qoldi armonim. Navoiy hazratlarida shunday bir satrlar bo'lardi-da. Ashraqat min shamsi aksul kasi anvarul xudo. Yor aksin mayda ko'r deb jomdan chiqdi sado. Qarang, mana shu satrni yodlab turib, sahnaga aytish uchun tursam, shundoq kelib Mahmud aka, Muhabbat begim. Ashraqat min shamsi aksul, shuni to'g'ri ayting-da siz. Bu yerda vasl hodisasi bor. Shamsi aksul kasi anvarul xudo deng. Keyin bunday qilib, siz aruzni bilasizmi dedim. Aruzni men bilay dedilar. Nima demoqchiman? Shunaqangi bir saviya bor, o'zi va darajat bor-da. Mana shu darajatlarni yaxshi egallagan inson edilar-da. Mumtoz adabiyotni juda chuqur biladigan bir haqiqiy bir nuqtabin inson edilar. Shunchaki hofiz bo'lib kuylash, shunchaki bir soz chalib aytish mumkin. Lekin shunday bir saviya bo'ladiki, u darajatiga ma'lum bir darajatlarga ko'tariladi. Xuddi o'sha tasavvuf olamidagi o'sha 4 ta bir darajatlar kabi. Men xursand bo'lgan joyim shunda. Marhamat Nodiraxon, endi davramizda shunday bir malikalarimiz o'tirishibdi. Bu ikki malikalarımizga so'z bermasak bo'lmas. Ustozim haqida juda ham men mag'rurlanib gapirsam arziydi. Chunki mana u nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda ham ularning shogirdlari bisyor. Ustozimni mana bugun juda ham ko'p jihatlari aytildi. Mana ustozimiz Soyib akam hozir juda ham sanab ularning ibratli jihatlarini aytdilar. Ularni yana bitta chiroyli bir ibratli jihatlardan biri, men bir qo'shimcha qilgan bo'lardim. Endi uzr so'rayman ustoz. Ularda o'sha ovozlarning xususiyatini bilish, insonni mijozidan kelib chiqib qanaqa ovozga ega ekanligi, har doim asar berayotganda o'sha insonning o'sha ichki holatlari, ruhiy holatidan tashqari uni masalan salomatligidan, uni mijozidan kelib chiqib, o'sha ovoz qanaqa bo'lishi, ovozlarning turlari qanaqa bo'lishi kerak. Shularda hali nima deydi, tabobat ilmidan ham ularning xabarlari borligi shunchalar yaqqol ko'rinardi. Ana 10 ta xususiyatlarni kashf etdik bugun dasturimizda. Qarang. Chunki Muhabbat opa ko'pincha ovozimiz xastalanib yoki hali aytish mumkin bo'lmagan holatlar bo'lganda Mahmud akam shuni sezardilar-da. Biz aytishga masalan uyalib, xijolat tortib, andisha bilan ayta olmasdik, lekin ba'zan tomog'imiz og'rib, endi bizda kasb kasali eng nozik nimamiz bu tomog'imiz edi. Tomog'imiz og'rib qolsa ham kelib qani berchi qo'lingni deb hali qo'limizni ushab, nima qilib tomirlarimizni ushab, keyin aytardilarki, sen hali qorachadan kelgansanda, qora mag'iz qizim, senga endi asal mumkin emas. Asal yesang ham sen hali issiqliging ko'pda. Hali mijozdan kelib
aytardilarda. Chunki asal allergiyani qo'zg'aydi. Ha, ko'pincha endi asalda ham har xil turlari bor. Mana asal mumkin, bu asal mumkin emas. Buni albatta maslahat qilgin. Bozorga borsang ham asalni oladigan bo'lsang ham so'rab olgin. Xo'pmi? Senga masalan ko'p ham mumkin emas. Misol uchun, o'sha meni hali gapirganimda ham, ashula aytganimda ham bilarkanlarda o'sha mijozni qanaqa bo'lganini. Ba'zan sog'ligingiz oshib ketsa ham, ovoz senda sog'lik oshibdi derdilarda, Soyib aka. Aytardilar shularni, senda qayerdan bildingiz ustoz desam, ovozingdan bilyapman. Bugun ovozing boshqacha. Yoki ovozing yoyilib kelyapti, qanaqadir ovozing tarqoq derdilar. Yigitlar bilan ko'proq yigitlar bilan ishlaganlarda, ularda o'g'il bola shogirdlar juda ham ko'p bo'lgan. Qizlar endi qiz shogirdlari kam bo'lgan o'zi. Sanoqli bo'lgan biz. Endi o'zi asli men Rifatilla Qosimovda o'qiganman. Lekin menga ham shunday baxt nasib qilgan, shu insonda ham o'qish, ularga o'zim qo'shimcha qatnab, ularga ixlos qo'yib borardim-da, xonalarga borib navbat kutib o'tirardim. Abduqahir aka biladilar. Navbat kutib o'tirardim. Qachon menga ham navbatlari kelsa, men shu o'tirib eshitib o'tirsam men uchun juda ham ibrat edi. Bu juda katta maktab edi ularni nimalari. Keyin mana shu umrlarini o'sha oxirroqlarida menga bir chiroyli bir asar qilib berganlar. O'zlarini asarlari, ya'ni g'azalni ham o'zlari yozganlar, musiqa ham o'zlariniki. Shuni aytgan, albatta aytgan, bu katta ashula haqida, katta ashula janrida yozilgan va mana shu hozir dunyoda mana notinchliklar bo'lyapti, boshqa mana shu mazmunda ham ko'p g'azal masalan yozganlarda. Keling, ikki qator shundan kuylab bering, shu g'azaldan bo'lmasam. Yetilgen bir büyük Onun için seni adam yazat Ulu bu bahtini bilmeysen Şarahi keleyi terk et Nifakım uruş nizaniye O ki şayet bu cahani içre bir zaman Mengü kalgay sana
odamlara yürekler bir gör sınav bütün alem quvonchu baxti shodliklarga to'l sınav namoyon qil o'zingni O'zbekiston hur diyorim aman bo'lsin qolmasin bu keng jahon ichra ofatu g'am hech qachon O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Nodiraxonim Pirmatova. Avvalo hammalaringizga mana shu davraga yig'ilgan do'stlarga, ustozlar, shogirdlar barchangizga oilamiz nomidan, mana shu oila sulola nomidan tashakkur aytaman hammalaringizga. Bugun bu davrada yana men bir o'zim bo'lib qolganim sababi kelayim biroz mazalari yo'q. Shuning uchun 3 ta o'g'lim ularni hozir boshlarida Parvona, bitta o'g'ilni ham hozir ozgina mazasi bo'lmay shifoxonada bo'lgani uchun ular o'zlari bilan o'zlari bo'lib qolish uchun kelisha olmadi. Uzr so'rayman. Ozgina endi o'sha bir donagina qizlari Ruxsoraxon ruhi shod bo'lsin. Haqiqiy tog'ami ilmini, o'sha adabiyotga bo'lgan, san'atga bo'lgan muhabbatini o'zida tashib yurgan qizimiz mart oyida vafot etdi. Undan keyin bu narsa juda qattiq ruhiy zarba bo'ldi oilaga. Shuning uchun o'zimizga kelishimiz biroz qiyin bo'ldi, to'g'risini aytaman. Lekin bugun ustozni eslab turganlaringizdan, ruhlarini shod qilib turganlaringizdan hammalaringizdan minnatdormiz. Ularning minnatdorliklarini ham aytmoqchiman. Farzandlari, oilalari, keyin sizlardan albatta o'zlari rahmatlarini aytdilar eslayotganlaringiz uchun. Endi men tog'am haqida menimcha juda ko'p intervyularda, juda ko'p nimalarda ularni qanday jigarjon ekanliklarini, qanday mehribon tog'a bo'lganliklarini gapirganman. Bu yerda ularni o'sha afandi mutoyibaga tushadigan juda ko'p nimalarni ham gapirishyapti. Bular endi o'z yo'liga, bularni aytadiganlar bor demoqchiman. Men bir narsani aytmoqchiman. Inson bir shaxs dunyoga kelar ekan, u kamol topar ekan, qaysidir bir yo'nalishni ushlaydi-da, o'sha yo'nalish bo'yicha kamol topib boradi. Lekin bitta narsani aytish kerakki, Alloh bir nazar qilgan insonlar bo'ladi. Ularga qaysi sohadan haligi qilmang, o'sha joyida sizga ilmi yetarli bo'ladi-da, o'sha ilmdan javob bera oladi. Men tog'amni tirik ensiklopediya deb aytardim-da. Chunki haqiqatan ham geografiyadan savol berasizmi, tarixdan savol berasizmi, adabiyotdan berasizmi, ijtimoiy fanlarda deyarli hammasidan. Eng qizig'i ximiyadan yoki bo'lmasam matematikadan yoki bo'lmasam fizikadan istagan savolingizga istalgancha o'sha sohani ustasidan ko'ra yaxshiroq javob berardi, sizga tushuntirib, og'zingizga qo'yib qo'yardi. Shunaqa bir jihatlari ham bor edi-da u kishini. Endi Alloh bergan degan bir ta'rif bo'ladi-ku. Mana shu narsa o'sha kishiga juda ham mos edi haqiqatan ham. Va yana bitta narsani bu davrada aytishim kerak. Men uchun ham ustoz u kishi. Chunki erkparvarlikni, millatparvarlikni, vatanparvarlikni nima ekanligini men shu tog'amdan o'rganganman.
ularni nutqlaridan, ularni aytayotgan har bitta o'gitlaridan olganman, chunki ularni o'zi ana shu yo'ldagi inson edi. Har doim millatparvarlik ruhida, tilparvarlik, ayniqsa tilga bo'lgan e'tibor ularda juda kuchli edi. Bizni gapirayotganimizni, nutqimizni to'g'rilab, bunaqa gapirma, mana bunaqa gapirasan. Bu to'g'ri emas, bu deb bizni to'g'rilab turadigan yoki bo'lmasam til, ayniqsa men keyinchalik borib matbuot xodimi bo'lganimdan keyin sizlar o'sha insonlarga nima beradigan, yo'nalish beradigan, o'rnak bo'ladigan, ma'naviyat beradigan va sizlar o'rnak bo'ladigan odamsizlar. Tilni to'g'ri gapirishga o'rganinglar. Noto'g'ri gapirib qo'ymanglar. So'zlarni joyida ifoda qilinglar. Tashrif buyurdim deb aytmagin o'zing haqingda. Juda ham qo'pol. Bu o'zingga bino qo'yganlik bo'ladi, maqtanganlik bo'ladi. Sharafladim deganing bu sani. Sharaf, sen kimsanki sharaflaysan. Hozir masalan oddiy jurnalist qizchalarimiz, yigitchalarimiz ham biz falon joyga tashrif buyurdik deyishadi-da. Mana shu narsani masalan birinchi bo'lim menga o'rgatgan inson tog'am bo'ladilar. Tashrif buyurdi bu ulug' bir insonlarga nisbatan aytiladigan narsa. Ikki davlat o'rtasida bo'ladigan bir tashriflar deyiladi. Masalan bir katta bir nima insonlar aytsa, bu narsa olim bo'lsa, bir qanaqadir jamoat vakili arbobi bo'lsa, ular aytsa yarashadi. Biz kimmiz? Ozgina kamtar bo'lishimiz kerak. Bordim, keldim deb aytib qo'yavergan. Degan mana kichkinagina mana shu narsalardan ham biz tarbiya oldikda. Bugun nimaga erishgan bo'lsak, qaysi kamolotga erishgan bo'lsak, bular o'sha o'gitlardan deb o'ylayman. Shu bilan birga millatparvarliklari haqida gapiryapmanki, u kishi o'sha aytganlaridek eng katta millatni oydinlari bilan birga yurganlar-da. Ularning ta'limlarini olganlar, davralarda birga bo'lganlar. Shu bilan birga mehmondorchiliklarda, uyda doimiy mana shunaqa siz aytgandek nafis suhbatlar bo'lardi va bu suhbatlarga biz hissamizni ozgina qo'shardik, dasturxon tuzab, ozgina bir choy tashib yoki nimadir qilib va bu davralarni, suhbatlarni eshitib ulg'aydikda. Bizda nimaiki bor bo'lsa, o'sha tasavvufni hol ilmidan tortib, bugungi yurtimizda, bugungi bo'layotgan jarayonlarga men aytamanki, hammasiga u kishining ham hissasi bor, qo'shilgan deyman-da. Chunki o'sha yurtni ozodligi yo'lida bo'ladigan ishlarni, masalan, xalq shoiri, u kishining do'stlaridan biri Anvar Obidjon bilan bo'lgan uzoq suhbatlarni yoki bo'lmasam Ahmadjon Meliboyev bilan bo'lgan chiroyli go'zal suhbatlarni guvohi bo'lganman-da. Mana shularni eshitib, mana shularni tinglab, masalan, bugun o'zimiz qilayotgan har bitta ishimizda o'sha o'gitlar bilan amalga oshirib kelyapmiz ishimizni. Aytmoqchimanki, bu kishi nafaqat san'atkor, nafaqat adabiyotshunos, nafaqat qaysidir darajada olim, balki juda katta ilmparvar, juda katta millatparvar, vatanparvar inson edi. Rahmat Ra'no xonim Aliyeva. Demak, bular aynan Mahmud Tojiboyev haqida qachon nimadir gapirmoqchi bo'lsalar, yozmoqchi bo'lsalar, haqiqatdan ham qarindosh urug'ligidan shuni ichida mazza qilib, yana ularni boshqa tomonlarini ham hozir bizga gapirib berdingiz-kim? Men masalan mana qarang, telejurnalistikaga ham hissa qo'shgan ekanlar. Hattoki sizning nutqingizni to'g'rilagan ekanlar. Biz ayniqsa hozir shu narsadan aziyat chekamiz-da ba'zida. Doim aytamizki, yosh jurnalistlarga kelayotgan chog'da va umuman o'zi oynai jahonda gapirayotganda adabiy til normalariga ko'pincha rioya qilinglar. Qarang, men xursand bo'ldim. Ustozni, yana ustozlik tomoni ham bor ekanda bu borada ham. Abduqahhor aka, shuni hozir davom ettirgingiz kelyapti. Ustozlik, muallimlik maqomi baland turadi o'zi asli. Ki hamma jabhada, hamma sohada mana ko'p ustozning fazilatlarini gapirib o'tildi. Hammasi, hattoki sanab ham o'tildi. Ana o'shani mujassam qilgan ustozimiz endi muallim bo'lgandaki, xo'p, mayli, mutaxassislik bo'yicha dars berardir. Har tomonlama. Lekin u kishining mehribonligi ota o'rnida ota edilar. Hattoki ona o'rnida ona edilar. Oilada bir kelib qarab, Nodir aytganlaridagi qarab turib sezib olardilar-da. Demak, qanday muammo bilan keldi bu bola. Demak, o'sha o'quvchini, o'sha talabani psixologiyasini ham kirgandayoq abdubasharasidan anglab oladigan jihatlari ham bor edi bu kishini. Ustozdan ko'p narsa o'rgandik.
nafaqat u mutaxassislik jarayonlarida odob, axloq, ibo, hayo, hatto sahna madaniyati, sahnada o'zini tutish, sahnaga chiqish madaniyatlarini hammasini ta'kidlab o'tardilar. Nodir aytganlaridagi darslarga kirib o'tirardik. O'zi asli men ham O'zbekiston xalq hofizi Mashrabjon Ermatov ustozda o'qiganman. Lekin vaqt topib ustozga ham kirib, ulardan ham ta'lim olgansiz. Ta'lim olardik. Hattoki konservatoriyani bitirib ishga joylashganimizda ham telefon qiladi, Abduqahhor, siz bob narsa chiqib qoldi, tez keling dedilar. Yoki bo'lmasa yozib tashab beradilar. Qarang. Ani o'rganib, keyin o'zlariga ijro qilib aytib berardim. Bo'pti, endi yozing. Yoki bo'lmasam, haligi o'zimizdan bir narsa chiqib qolsa, ustoz, shuni bir ishni beringchi, mana bunaqa chiqdi. Shu ulug'larning g'azalidan desam, ishni ko'rib tez yozing. Tez radioga boring. deb shunaqa bir ichlarida olov bo'lganda, ichlarida olov bo'lgan. Abduqahhor aka, men yana bitta narsani aytmoqchi edimki, Ra'noxon, bu ko'pincha masalan sizni suhbatingiz bilan ham bog'liq narsa. Hozir aytdilarki, Ruxsora qizlari tog'amning ilmlarini chuqur egallab, shuni hattoki video darslar e'lon qildilar-da ustoz. Men o'zim ham kuzatib bordim, anchasigacha kuzatib bordim. O'zim klassikaga qiziqqanim uchun. Lekin men tabimni xira qiladigan bir narsa bor-da, bir jihat borki, Soyib aka, mana sizlar endi masalan shu konservatoriyadagi endi ulug' insonlarsizlar. Nima uchun talabalarimiz kam ko'radi buni? Men masalan sizga so'zim quruq bo'lmasligi uchun aytaman. Qaro ko'zim. Mana shu g'azalning sharhini ham shu konservatoriyadagi baribir ijro etadiganlarga bor, o'shadan chuqur ilmini bilish kerak. 3600 ta ko'ruvlilik. Prosmotr deymiz. Yoki bo'lmasam Furqat g'azali bilan o'sha aytiladigan o'sha Fig'on kim? Qarang. 2600 ta. Va yana o'sha yigitlikda qarang. Yigitlikda buni hozirgacha shu muammo bo'lib, bu kimning qo'shig'i bu? Bu Navoiyniki deb hozir adashib yurganlar bor. Bu nima uchun yigitlikda deb aytilyapti? Nahotki shu masalan mana talabalarimiz ortimizda o'tirishibdi yoki mana bu yoqda qiziqish kerak bu narsa bilan. Bu sizlarga bu akademik dars-ku bu. Bu ko'rasizlar bitta arzimagan bir narsalar uchun layklar qo'yib, boshqalar qilib internetda soatlaringizni o'tkazasizlar. Konservatoriya talabalari yoki umuman o'zi Mahmudjon Tojiboyevning ijodiga befarq bo'lmaganlar diqqatiga. Bu tayyorgina bir ularga hozir ko'rgazmali qurolda Soyib aka. Men uzr so'rayman, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, mahorat darsi bu. Tavakkal xo'ja to'g'ri aytyapmanmi? Juda to'g'ri. Keling ustozni ovozlarini sog'indik, shu o'shandan boshlang. Baland pardadan boshlang. Marhamat. Endi assalomu alaykum. Mana shu kechaga yig'ilgan aziz mehmonlar, shu meni shu yod etib kelibsizlar, sizlarga katta rahmat. Endi bizni shu darsliklarimizni, qo'llanmalarimizni endi shu yoshlarga, mana shu sohada izlanib yurgan yoshlarga, umuman shu mumtoz musiqalarga qiziqadiganlarga shu bir darslik bo'lsin deb qilyapmiz. Endi bu narsalarda endi kelasi avlodlar shu bir narsa olsa shundan deb shuni qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Endi shuni qadriga yetib shogirdlarimiz ko'rishyapti, lekin yosh avlodlar boshqa narsaga e'tibor berishyapti-da bular. Yashang. Tavakkal xo'ja. Haqiqatda ham men juda xursand bo'ldim shu ustozni shu yod etib, shuncha mana insonlar ulug' bir o'z o'rniga ega bo'lgan insonlar ham yig'ilib o'tirishibdi. Men o'zim nomimdan ham minnatdorchilik bildiraman, chunki bu ustozga ixlosim juda baland edi. Juda baland edi. Hatto o'zlari ham bilardilar ovozlarini o'xshatishimni. O'sha xursand bo'larmidilar? Albatta xursand bo'lganlar, lekin o'zimga bir og'iz indamaganlar yo'q. Lekin o'sha talabalarga Tavakkal xo'ja meni ovozlarimni o'xshatib yuribdi. Meni haqiqiy shogirdimda bu derdilar. Adashtirib ham qo'yganmiz.
bir joyga to'yga borganlarida, endi to'yda men shu xizmat qilayotgan ekanman. To'yga kiribdilar, oshlarni yebdilar. Shu bir og'iz indamabdilar, endi meni hayajonlanadi yoki bir chalg'ib qoladi, men keyin yana bilib qolsa degan bo'lsalar kerak-da. Boribdilar-yu, keyin o'sha talabalarga men bir joyga to'yga borsam, shu meni zapsimda qo'yib qo'yibdi deb o'ylabman-da. Fonogramma mana shunaqa. Shunday qarasam, sahnada Tavakkal xo'ja ashula aytyapti. Tavakkal xo'ja o'zi meni eng bir yaxshi ko'rgan shogirdlarimdan deb ko'p gapirarlar, gapirardilar-da, Alloh rahmat qilsin. Juda faxrlanaman shu. Rahmat Tavakkal xo'ja. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi-chi Tavakkal xo'ja ovozni o'xshatyapsiz-ku, shu ustozni xuddi o'zini ovozi bilan bir bitta g'azal eshitsak, bitta bir xonish bilan chiroyli bir qani marhamat. Ha, o'sha ustoz o'zlari o'rgatgan haqiqatda boya to'g'ri aytishdi. Kimga qanaqa asar tushadi, kim nimani ijro qila oladi, oldindan bilardilar-da. Endi bu Xonajon akani istadim degan ashulalarni ko'pchilik aytishmayapti. Endi Tavakkal xo'ja sizga tushadi, shuni bir aytib, iloji bo'lsa shuni shu radiolarda yozsangiz men juda xursand bo'laman, bolam. Dedilar, agar imkon bo'lsa shu ashulalarni ijro qilib bersin. Yashang, marhamat.
Tavakkal xo'ja, agar hozir studiyamizni yonidan u kim o'tib ketsa, hozir Mahmudjon Tojiboyevning qo'shiqlari yangrayapti deb aytadi. Ana xuddi shu darajada o'xshash ovozni qarangkim, quvonchliligini. Shunday bir satrlar borda. Bugun samolarga talpinayotgan ildizim, mehringiz yaprog'idirman. Bu yo'llar yurakka qaytadi, qaytsa, o'sha orzularning chirog'idirman. Bugun ustozni chiroqlarini ko'rib, men to'g'risi qalbim ravshan bo'lyapti. Aynan bugungi kunda ustozni qarangki, o'tganlardan so'ng ham u ustozga bo'lgan bir chuqur hurmat, bir e'tirof namunasida ularni shogirdlariga ham hozir ehtirom bildirilyapti-da. Kuni kecha qarang, Ochilbek Matchonovga O'zbekiston xalq hofizi unvoni berildi-da. Ochilbek, men shunda olayotgan chog'ingizda bilasizmi, qanchalik xursand bo'lib ketganimni? Xush ko'rdik studiyamizda. Salomat bo'ling, rahmat katta. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bobur hazratlari Boburnomada Hazrat Navoiy haqida yozadilarki, Alisherbek naziri yo'q kishi erdi. Mana shu ta'rifni men ustozimga ham mos ta'rif deb men shu ta'rifni bergim keladi. Ustoz har bir sohada, insoniylikdan boshlab ilmda, ijroda, har bir sohada benazir edilar. Chunki 6 yil qo'llarda o'qidim, 3 yil yonlarida ishladim. Undan tashqari yana qachon Toshkentga kelsam, albatta ziyoratlarga kelib, nimadir savollar bilan kelib, nimalardir so'rab, o'rganib ketardim. Va ijrochilik, ilm bo'lishi mumkin, mudarrislik qobiliyati ham har kimga nasib qilavermaydi, dars berishlik qobiliyati. Juda chiroyli darajada shunaqa bir dars o'tardilarki, shu darsni ta'sirida kunlab yurardik. Va shu asosida ayniqsa shu meni qaysi yo'ldan borasan, ijroing qaysi yo'ldan ketadi va ilm yo'lida nimalar qilishing kerak, shu narsalarni hammasini menga aniqlab, ravon ko'rsatib, o'sha bir nima deymiz, menga yo'l boshiga chiqarib qo'yganlar-da. Soatlab gapirishim mumkin, ustozimning yonlarida izdihomlarga olib borardilar o'zlari birgalikda. Keyin shu dars o'tib bo'lib, sen ketmay tur, hozir meni oldimga Suyim opam kelish kerak. To'g'ri, xonada sizlar dars o'tasizlar, bu suhbat boshqa, buni eshitishing kerak. Yo meni oldimga hozir falon nima keladi, olim keladi, buni eshitishing kerak. Shu ustozimning yonlarida yurib, ko'plab yurtimizning shu olimlarini suhbatlaridan bahramand bo'ldik. Ko'plab hattoki o'sha Qozog'istonga, Turkistonga ziyoratlarga olib borganlar, Qirg'izistonlargacha yonlarida olib yurganlar. Joyida ham ma'naviy paytida ham moddiy bizni o'sha qo'llab-quvvatlab yosh paytimizda hozirgacha ilmlaridan, ijrolaridan mana bahramand bo'lib, shu ko'rsatgan yo'llaridan qo'limizdan kelgancha yurib kelyapmiz. Iloyim Alloh rahmat qilsin. To'g'risini aytsam, bir joyga uzoq safarga ketganlar u ilgari ham ko'p chet el safarlarga boradi. Hali yana qaytadilar. Ha, nazarimda shunaqa, to'g'risini aytsam. Men shu yerda aytib o'tishim kerak, chunki bizni mana shu yurtboshimiz shu darajada ham maqomga, ilmga, bilimga shu juda ham katta e'tibor beradilarki, mana shu xalq hofizlarini, xalq artistlarini, ularni bekordan bekorga bu unvonni olgan emas. Bular ham o'z o'rnida professor, dotsentlikka loyiq ekan degan g'oyani olib chiqib, bizning respublikamizda dunyoda birinchi marta o'sha ilmiy darajadagi shu loyiq deb xalq artisti, xalq hofizlariga professorlik unvonini ta'sis etganlar. Ana shundan mana Ochilbek ham bahramand bo'ldi olganlardan. Bu bejiz emas, chunki keyingi paytlarda ayniqsa madaniyat va san'atga yurtboshimiz tomonidan qilinayotgan ehtirom, e'tirof,
bu juda ham bir nima deydi, xursand bo'larli holatda. Sababki hattoki o'zlarida ham shunday bir gap bor. Yurtboshimiz aytadilarki, siz hozirdan aynan bolalarni qalbiga musiqani, adabiyotni singdiring. Musiqani yaxshi ko'rgan, adabiyotni yaxshi ko'rgan boladan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Mana siz ko'rib turibsiz, ortimizdagi Yunus Rajabiy nomidagi mana shunday bir maktabni ochilishi, aynan Yunus Rajabiyni sulolasiga va aynan bu o'sha maqom san'atiga bo'lgan bir yana bir juda katta e'tirof deb bilamiz. Lütfiyel köz birlerden aşkara bulmesin. Lütfiyel köz birlerden aşkara bulmesin. Sevmesin hiç kim rakipler, hamma bağda bulmesin. O'zgalarning oldidasin, menga parvo qilma ko'p. Menga parvodan ularning kayfi yag'mo bo'lmasin. Menga parvodan ularning kayfi yag'mo bo'lmasin. Olma mağrur suhbetin her kimse kılsa arzu. Belki insandır ki onda bir temenna olmasın. Tanakıga menga ishdan bexabar ahboblar, baski sabra ishdardi bil musaffa bo'lmasin. Baski sabra ishdardi bil musaffa bo'lmasin. Sobir aka, endi siz bolalik chog'lardan bu inson bilan birgalikda aytadiki, bolalikdagi do'stim deydi-ku. Mana shunday bir do'stlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. 1977-yildan beri qadrdon bo'lib og'ayni bo'lganmiz. Shundan beri shu Marg'ilonga kelganda birgalikda tadbirlarda o'tkazardik. Juda qadrdon bo'lib ketganmiz. Abdurahmon, Abdulahadlar bilan birga o'qishardi, shu borib do'st bo'lib ketganmizda. Keyin u kanikulga chiqqanda kelardi. Shu Marg'ilon to'ylar o'tkazib yurardi. Sastavida. Lekin yaxshi inson edi. Unaqa bir bizlar to'g'ri gaplashardi. Doim nima bilan yurardi-da, hali o'ylanib yurardi. Xayol bilan. Xayol bilan.
Obod opa, mana shu bularni parishonliklari bilan bog'liq juda ko'p nimalar bor. Qiziq hangomalar bor. Ikki xil poyabzal kiyganlari, yana undan boshqa, yana juda ham ko'pda bunaqa narsalar. Yurgan yo'llarida, har bitta harakatlarida bordi bunaqa holatlar. Chunki doim hayollari boshqa narsada bo'lganda ularni. Doim masalan o'sha bir narsani bajarayotgan bo'lsalar, o'sha bajarayotgan ishlarida emas, hayollari o'sha ijodda bo'lgan, san'atda bo'lgan yoki bo'lmasam ilmda bo'lganda. Shuning uchun ham shunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Bu aytib beraman desa, bitta ko'rsatuv bo'ladi. Mavzu ochib qo'ydingiz-da, hali parishon dedingiz-ku. Metroda ikkalamiz endi qo'shnimiz, algoritmda turamiz. Har kun ertalab ishga ketishimiz kerak. Birga. Moskvich mashinaga o'sha paytda Mahmud. 10 ta kam 8 ga bo'lishamiz. Mahmud aka tushib turing pastga deydi. Xo'p deyman. Kiyinib tushib turaman. Bir kun har kun kelamiz ketamiz ishdan. Bir payt mendan pastroqda endi u. Chiqib kiyinib, maynalar kiyinib turibman yo'l bo'yida. Mashina o'sha yerdan mana o'qday chiqdi. Uf dedim. Nima oldi ki unaqa yurmasdi. Ma ko'cha bo'lsa men yarim metr turibman. O'tib ketdi. Ketishlari kerak. Men marshrutka boraman endi 30-kvartalga. Deb yoqqa endi 2 qadam bosuvdim. Qaytib keldim. Sari bo'sh tezlikda kelyapti mashinalar orqaga. Orqaga sari taq to'xtab gapira olmaydi, kallasini rolga urib kulyapti. O'tib ketgan ekan-da. Lekin Mahmud dedim, nima qildi, bilmadim aka deydi. Birovga aytmang dedi, aytmayman, bo'ldi aytmayman. Lekin O'zbekiston ishlayapti. O'zbekiston ishlayapti. Bitta O'zbekiston ish bo'ldi o'shanda. Talabalik paytimizda osh yegimiz kelib qoldi-da. Osh qilib bering, osh yeymiz desam, men o'zim qilib damlab beraman dedilar. Xo'p dedi, keyin Bolshevik choyxonasi bo'lardi. O'sha yerga bordik. Oshni qildilar, yedik endi. Keyin xizmatga ketdik. Xizmatga ketayotgandan keyin ashlayotgan tushlarda yonidagi doirachimi kimdir Mahmud aka dedi. Ha, dedilar. Zira hidi kelyaptimi sizdan dedi. Dedi. Iyo. Oshga solmasdan qolib ketibdi yuzidan. O'tirib, unga qarab nima dedi? Apchak ko'p ketadilar. Unga qattiq hazillar qilyapmiz o'rtog'imiz bilan rahmatli. Hamma yo'lda ko'tararlik. Undan boshqasi bo'lsa, mutlaqo men bilan gapirishmay qo'yish kerak. To'yga bular bilan boradi, yotishda bizga kelib yotadi. Bir kun to'yga ketib kelsam, o'zi haqiqatda yotadi. Kelsam, uyda yotib kechasi 2larda, 3larda to'ylar o'sha payt sunatomon bo'lar. Kelsam yotgan ekan, bir hazil qilib keladimi, tur desam, ha, tur dedim. Nima yotibsan dedim. Ha, men keldim, kelsin dedim. Oldin eshik taqillatasan, men ochaman, uyga kiraman, men uyimga nima qilasan mendan? Bir o'zaki chiq dedim. Joylarni yig'ib, o'qilib eshigimiz temir eshik. Bekitib qo'yib temir eshikni qilsam bir paytda hech kim yo'q o'sha taq qilyapti. Kim bo'lsam men, Poljon Mahmudjonman. Mahmudjon hozir ochaman, och. Keling Mahmudjon desam, yaxshimisiz? Achatdan o'tib ketayotgan bir ko'rib dedim. Dedim, men yaxshi bo'pti. Kiring bizga qolavering bo'lsam, endi mashina qarab turibdi, men aytdim. Endi ertaman ketasiz, nonishdan bir yaqinlansam, hech kim yo'q ko'chada. Bo'p ketaveringlar, men qoldim. Kimdi? Kirib o'tirib yaxshimisiz o'tirgandan keyin aytdimki, tuzuyimiz bolalar yaxshimi, yaxshi keldingizmi o'zim, haziling geldi charcha, yarim uyqudimda yo'qotdim dedi. Joy solib ber, uxlayman dedi. Ha bo'ldi dedim, men dedim, ikkita yostiqda pastda yotardim. Men ikkita yostiqda yotgan o'rtoq dedim. Bilganman, bular yaxshi to'yga ketgan. Jinnidan keyin kirsam uxlayapti. Cho'ntagidan pulni olib, 120 so'mini qo'ydim u paytda. Pulni olib cho'ntagiga solib chiqib, aytdim men aytalim turmamjon yaxshilab olsizmi, bo'lsam yaxshi bo'ldi. Qarab sanab o'qiyani. Mabodo dedi, nima qilmadingizmi? Men cho'ntadan pul olmadingizmi? Dedi. Men senga ham joy berib, ham o'g'ri ham qilasan men dedi. Desam, yo'q, endi so'rayapman, deb bo'ldi hozir. Buva dedim, rahmat, buva. Mabodo Mahmud cho'ntadan pul olmasam, og'zim pop. Yo'q, hazillashyapti, bu yo'q ekan, bu yo'q ekan. Baxtiyor aka, siz 5 yil birga o'qigansiz. Menimcha Fozil akadan ham ko'p bo'lsa kerak sizdagi hangoma.
to'g'ri 5 yil birga o'qidik. Undan keyin yana ulfatchilik qildik umrlarning oxirigacha. Mana xuddi shunga o'xshagan voqeani Volga mashina olganlaridan keyin aytib beryaptilarki, Oloy bozordan rosa bozor o'char qilibdilar-da. Uyga paketlarni ko'tarib kirsalar, keyin "Ya, adasi, mashina qanisi? Voy, bozorda qolib ketibdi" deb qaytib ketgan. Shu gapni aytib berardi. Ilmni juda ham kuchli egallagan edilar. Biza u insondan hozirgacha o'rnak olsak bo'ladi. Hozirgi siz aytgandek YouTube'da chiqqan darslarni ancha-munchasini tomosha qildim. Qayta tomosha qilishimiz kerak. Chunki u yerda bo'layotgan gap, so'z hammasi faqat ilm bilan sug'orilgan. Albatta Baxtiyor aka, mana siz yerda dars berasiz. Masalan, shu qabul qilayotganda ham sen masalan Mahmudjon Tojiboyev video darslarini ko'rganmisan? Men bilmadim. Balki bu narsalarni endi hozir kirgandan keyin Abduqahhor aka, Soyib aka har bir semestr yakunlaridami bu narsalarni baribir kiritish kerak qaysidir ma'noda. Video darslarini kim ko'rgan? Mahmud Tojiboyev ko'rganmisiz? Ismingiz nima? Elyor Tolibjonov, Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at institutida 3-kurs talabasiman. Nodira Pirmatova o'qituvchim, ustozim bo'ladilar. Yashang. Ustozim Mahmudjon Tojiboyev menga ota tarafdan bobom bo'ladilar, qarindoshim ham bo'ladilar, uzoqroq. Video darsliklarini kollej paytlarimdan beri shu maqom sohasiga kirib kelganimdan beri taniganimdan beri ustozni hurmat qila boshlaganman va ustozga taqlid qilib, ovozlariga iloji boricha ustoz yo'llarida aytib, shu maqomlarni qo'ldan kelgancha aytib, video darsliklarini ko'rib, aytib kelaman shu paytgacha. Yashang. Demak, sizga bobo avlod. Ana shunaqa. Ha, yashang. Ustozni eng yaxshi ko'rgan asarlaridan biri Ushoq deb hisoblayman va ko'p ko'rsatuvlarda Ushoqni ijro qilib berganlar. Qora ko'zim kelumardim, qora ko'zim kelumardim, endi fan qilgin ko'zim qarosida mardum ki vatan qilgin yüzün gülüge künür ravzasin yasa gülşen kadin havluğa can gül şanim çaman kılgil Dasturimizni hech niholagim yo'q. Baribir endi ibtidoki bor, intiho bor. Soyib aka, dasturdan bir xulosa sifatida marhamat. So'z sizga. Bugun bir mening nazarimda hofizlari doirasida bir ajoyib kun bo'ldi. Esladik, juda ko'pchilikni esladik. O'tganlarga Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ana shularning ichida bitta Marjon Mahmudjon Tojiboyevning ijodiga bir nazar tashladik. Boshlanishida 7 ta taraflari bor dedik. Ko'rsatuv davomida 16 ta. 16 tasini men yozdim. Ana bo'lmasa. Shulardan 4 ta yo'nalish bo'yicha butun o'zbek mumtoz musiqasini xazinasiga yo'l tashab ketgan. Birinchisi katta ashula ijrochilik an'anasini qaytadan tikladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi hamnafaslikni qayta jonlab davom ettiradigan munosib shogirdlari
tarbiyalab berdi. Uchinchisi, maqom bastakorligida Mahmudjon Tojiboyev yaratgan asarlar haqiqiy maqomni davomchisi sifatida shakllandi. Ko'pchilik men bir maqom yaratyapman deydi, lekin maqom holatda yaratish an'anasini Mahmudjon Tojiboyev bizni zamonamizda davom ettirdi. Va nihoyat, respublikani qaysi burchagiga borsangiz Mahmudjon Tojiboyev va shogirdlari bor. Ana shu ustozlarning an'anasiga bitta maktab qo'shildi. Mahmudjon Tojiboyev ijro maktabi. Ey yashang. Shunday bir nafis majlislar bo'ladiki, tonggacha davom etsa deysanda, ammo bugun bu davrada Hazrat Navoiyni juda ko'p bora tilga oldik. Dastur so'ngida ham ularni bu gulshan ichra kim yo'q, baqo guliga sabot, ajab saodat erur, chiqsa yaxshilik bilan ot degan satrlar bilan nihoyalamoqchi edik. Bugun chinakamiga o'zbek mumtoz musiqasiga bo'yi baravar hissa qo'shgan inson, professor, O'zbekiston xalq hofizi va eng asosiysi, mana hozir Soyib aka bilan birgalikda sanadik, 16 ta xususiyatga ega bo'lgan, betakror desak bemalol bo'ladi. Ustoz Mahmud Tojiboyevning shirin xotiralar bilan balkim hamma hozir kimlardir gapira olmagandir. Studiyamizda juda ko'plab hali shogirdlar turishibdi. Va muxlislarimiz orasida ayni damda Telegram qarshisida bizni tomosha qilayotganlar bordir. Biz hali Mahmud Tojiboyev haqida juda ko'plab dasturlar tayyorlaymiz. Bu dastur esa ularning debochasi edi. Yillar o'tadi, oylar o'tadi. Lekin O'zbekiston xalq hofizi Mahmud Tojiboyevning nomi xalqimizning qalbida, musiqa sevarlarning qalbida manguga, abadiyatga muhrdor bo'ladi. Chunki ularni hech qachon unutib bo'lmaydi. Unutmoq oson emas ularni. Yana diydorlashguncha azizlar. Har bir qo'shiqchi, ijrochi o'zi aytayotgan g'azal zamiriga nimalar singdirilganligi, nimalarni shoir nimalar demoqchi ekanligini va mana shu she'rga vobasta bo'lgan kuy nimalar demoqchi ekanligini his qilib, yurakdan his qilib aytilsa, har taraflama tinglovchiga yetkazishda katta omil hisoblanadi bu narsa. Neçi bir rahmzalimsan, giriftariyim sormaysan, labingni g'unchasiga aşkı zarin sormaysan. Ey marahat al-Yusuf kabi şevri Mısır içre marahat al-Yusuf kabi şehri Mısır içre dağday amelinde binava bulgan aşkıya zavrinni sormaysan. Köter perde cemalindin tasadduk olmaylan oşal şiir makalindin tasadduk olmaylan nazar kul uşbu halimga tasadduk